Xo'sh, mana bu yerdagi taxtalar umuman eskirib qolibdi. Bularni to'g'rilamasam bo'lmaydi. Buni qaranglar bolalar. Voy, qorayib qo'ygan. Kim ma'lum? Kim kim uni qo'yib ketdi? Kim kim men bilan hazillashyapti? Vah, boru bolalar vashshe men to'xtaylar hozir mana bu yerda bolta bor edi. Bularni shunday chopib qo'yadi. Hozir yana mana bu yerlarga o'tib ketmasin, mana bu yo'llariga. Okey, opa, yaxshi. Xo'p, hozir daraxtlarni chopib, korоче, mana yondirib yuboraydi. Okey, mana buni ham yondirib yuboraydi bolalar. Bu nima edi bu? Buni qanday buzib bo'ladi? Yo, vashshe, tezroq buzil. Voy. Voy. Voy, bola og'irligini buni yondirib yuborish kerak va bularni ham yondirib yuborish. Voy. Voy, bizga bekor kamon qona. Yondirib yubordim. Mayli, nima ham derdim. Aytingchi. Barchaga salom do'stlar. Meni ismim Xoshim va mana yangi video roligimga xush, sal qo'l tushib ketdim. Xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar yaxshimisizlar? Bolalar, mendan so'rasanglar, hammasi joyida va ajoyib ketmoqda. Nima desam bo'ladi bolalar? Ko'rib turganingizda, men hozir mana bu uyimni yangilashga qaror qildim. Nima desam bo'ladi? Mana bu ozginagina yerlari chirib qolibdi. Chirimagan, qanaydir nam tortganmi? Короче, mana yomg'irlar, yana tushib ketdim. Yomg'irlar yog'yapti bolalar, bilasizlar. Yana mana shunaqa taxtalar, mana shunaqa ko'rinishga keladi. Tezroq mana shularni yangilab turish kerak har doim bolalar. Tutanglar, o'zim versakka to'g'rilayman. Okey, oppa, mana bunday qilib chiqamiz-da. Okey, mana bunday qilib versakka yasab tashlaymiz. O, mana ortig'i bilan ana. Menimcha ajoyib bolalar, mun qaranglar. Yaxshi. Bolalar, mer meni chaqiribdi, qanaqadir xabar yozgan, oldimga tez keldi. Qani nima gap ekan? Borib merda oldiga hozir gaplashib ko'ramiz-da. O, mayli, nima ham derdim. Bolalar, o'zingizlardan so'rasak, bolalar yaxshimisizlar? Bolalar, aytgancha sizlarga katta rahmat. Aytgan bo'lsam ham, yana 1000 ta obunachi bo'lganimiz uchun va mayli. Mer, assalomu alaykum. Kirsam bo'ladimi? Albatta kirishga bo'lgan Xoshim. Mayli. Mer meni chaqirtiribsiz. Shu ish borida kel. Xo'p, mayli. Xo'p, qanaqa ish ekan mer? Короче, nima desam bo'ladi? Hozir bizada men hozir bitta narsa topib oldim. Ya'ni qanaqadir yer topdim. Nimalar haqida gapiryapsiz? Men tushunmayapman. Tushunarliroq gapirsangiz yaxshi bo'lardi. Qisqasi qara, Xoshim. Короче, yer qanaqadir g'alati baza topib oldim. O'sha bazani ichiga kirib tekshirib berish kerak. Birorta yomon odamlarmi yo qaysidir odam bizdan so'ramasa, qishlog'imizning yoniga qanaqadir baza qurgan. Yo'q, qanaqadir baza, nimalar haqida gapiryapsiz? Qanaqadir baza deyapsiz? Sen shuni tushunib olasan. Короче, mana uyimdan chiqasan, chapga burilasan, mana uyimdan chiqib, yana chapga burilasan, qarash to'g'ri yurasan, o'zi topib olasan. Uyingizdan chiqib, chap va yana chap va to'g'ri yuraman. Bu ana yerdagi bazani aytyapsizmi? O'shani aytyapman. U ko'rding-ku, o'zimcha gapiryapman. O'shani oldiga borib tezroq tekshirtirib kel. Tekshirtirib? Kimga tekshirtiray? Sanami, o'zing tekshirib kel deyapman. Vash chalg'itording. Bor, bolalar, yo'qol. Xo'p, mer bunchalik yomon muomala qilishingiz shart emasdi. Mayli. Bo'lmasa hozir tekshirib kelaman, xo'pmi? Xo'p, birorta arjalaring bo'lsa, arjalaringni ham olib. Yo'q, bunchalik vahima qilishingiz shart emas. Ana hozir borib o'zi ko'raychi, qanaqa baza ekan. Oddiy bitta bomish bazasi bo'lsa, bilmadim bolalar. Balkim bomishda bazasi bo'lishi mumkin, balkim bironta yomon odamning bazasi bo'lishi mumkin, lekin bola ko'rinishda bolalar. Safety eshiklari bolalar, menimcha bu yerga men nima desam, uyimni qaranglar bolalar. O'tlarning rangi mana bunday qilib o'zgarib ketyapti. Bu yer ham yashilda, bu yer ham yashil emas. Shuni sezinglarmi bolalar? Agar sezgan bo'lsangiz, tez kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu tomon boshqacha rang, bu tomon boshqacha rang. Mayli. Yaxshi. Xo'p. Qani ko'raylikchi, bu yerda qanaqadir olmos va qanaqadir safni eshigi. Juda ham g'alati bolalar, juda g'alati. Bilmadim. Eshik ochib bo'larmikan, ochib bo'lmas ekan. Mayli, bo'lmasa pistolet va ish qurollarim bilan bu yerda buzib kiramiz. Yuqorida nimadir bormi ekan? Yuqorida hech nima yo'q ekan. Mayli bolalar, o'zi bu yer nima? Bilmadim bolalar, balkim haqiqatan mer aytganidek yomon odamlar bo'lishi mumkin. Bilmadim. Mayli. Hozir bunga bolalar aniqlik kiritib olamiz. Okey, mana bunday qilib yana o'ramizda bolalar juda ham chanqib ketdim. Yaxshi. Aytgancha bolalar, sizlar oralaringizda ro'zalar tutgan bormi? Ro'za kim tutgan bo'lsa, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Okey. Mayli, nima ham derdim. Xo'p, mana buni olamiz. Har ehtimolga qarshi buni olsam ekan. Mayli, buni ham olamiz. Bolalar, baribir ham o'zimizning xavfsizligimizni o'ylashimiz kerak bolalar, bilasizlar-ku. Xo'p, yaxshi, mana shularni olamiz bolalar. Har doim shu xavfsizlikni o'ylagan holda короче kiramiz-da bolalar. Okey, xo'p, mana buni kiyib olaman. Oppa, yaxshi. Juda ham yarashadi menga, boru.
Oppa, mana bu pistoletchan olamiz deb bola qani kirib ko'ramiz. Birinchi o'rinda bilmadim o'zi bu yerda nima bor ekan, tezroq mana shuni buzaydi. Bilmadim bola. Qanaqa baza bu bola? Balkim bironta yomon odam bo'lishi mumkin. Shu sababdan asta kirib, qarochi mana shuni pa qilib tashlaymiz, tugaydi. Okey, asta, yaxshi. Tutun. Okey, xo'p. Mana bu yerda mana shunday qilib buzamiz. Oppa, bu yerdan ham buzamiz. Bu yerdan ozginagina bo'shatamiz, bu yerdan ham bo'shatamiz va mana bunday qilib aylantirib ochamiz. Aylantirib ochamiz bola. O, yaxshi bola. Mana ochildi bola juda ham. Buni qaranglar, juda ham qalin. Buni buzish o'zi qiyin-da bola. Mayli bitta suv. Mana olamiz. Hoppa yaxshi. Asta yurishimiz kerak bola. Bu yerda har nima bo'lishi mumkin. Bola yuqorida qanaqadir eshik bor ekan, yaxshi. Eshik yopilib qolmasin yana. Nimadir tirab qo'yadi bola yopilib qolmasligi uchun. Hoppa, yaxshi. Mana bunday qilib tirab qo'ysam, qanday qilib tirasam ekan? Bunday qilib tirasam ekan, yo to'xtanglar. Mana bunday qilib mana bu yerga tirab qo'yamiz. Hoppa, ana yaxshi. Yaxshi. Voy, bola jim bo'lishim kerak. Okey. Hop, eshik ochilarmikan? Eshik qulfmikan? Hozir eshikni ochib ko'ramiz. Hoppa. Voy, bola eshik och. Bola qaniydir eski. Bu eshiklarning o'zlari eski bola. Eshitayotgan bo'lsanglar qaranglar. Hoppa. Mayli asta kiramiz va yana eshik chumadi. Qanaqa nechta eshik bor? Yana eshik bo'lsa. Hoppa. Bola yana eshik bor ekan. Menimcha oxirgi eshik degan umiddaman. Hoppa. Bola chumadim. Yana eshiklardan eshiklar chiqyapti. Menimcha bu shunchaki menga hazil bo'lsa kerak, yana bilmadim. Mayli. Hop, yaxshi hoppa. O, bola. Bu yerda baza bor ekan bola. Yaxshi. Chumadim. Nima bo'lyapti? Hoppa, yaxshi bo'ldi. Hop, hech kim yo'qmi ekan? Va qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Chumadim. Bola qo'lingni ko'tar deydimi? O'zim aytayapman-ku, o'tda nimalar bo'lyapti menga? Chumam pul mana bu yerga. Qanaqadir pul, Benjamin puli. Bilmadim bola, g'alati. Bu yerlarda kompyuter, ajoyib, hammasi yangi bola. Minecraftlar tashab qo'yilgan va diagrammalar, qarochi bola, o'zimizning Telegram mana bu yerda. Yaxshi bola. Bu yerda nima bor ekan? Bola, bilmadim, bu yerda kaktus. Yaxshi, kaktus deyiladimi bola? Bilmadim bu nima deyiladi. Bola yangi hamma narsa. Non ham to'xtaydi deb tushib ko'raydi. Yo'q, non ham qotmagan bola, tushunmadim. Xolodilnik ichida nima bor? Bola, xolodilnik ichida barcha narsalar bor. Hamma narsa nima desam bo'ladi? Fresh. Nima deyilardi? To'xtaylar hozir. Hamma narsa yangi, qarochi, tushunyapsizlarmi? Hamma narsa tabiiy deyilmaydi-yu. Qarochi, hamma narsa yangida. Bilmadim. Haqiqatan bu baza yaqinda qurilgan. Kimniki bo'lishi mumkin, lekin bola ko'k, qanaqadir puronikimi yoki mana bu yerda qanaqadir yozuv bor ekan bola. Olib olaylik, chiqqan nima gap ekan? Baza deb yozilgan ekan. Mayli, qani. Baza deb yozilgan ekan. Okey, oppay ochamiz. Xoshim uchun baza admin tomonidan sovg'a. Bola, men uchun baza bo'lishi mumkin emas. Voy, bola, buzib yubordim men buni. Buzib yubordim. Qanday buzdim, tushunmadim. Voy, bola, vash. Bola, qanday o'zi? Vay, buni buzib qo'ydim eshikni bola. Mayli, bu eshik turib tursin-da mana bu yerga. Bola, admin tomonidan sovg'a menga. Tushunmadim, bu hozir hujjatmi bu shunda? Bola, vash bola, bu agarda bu meni ba'zan bo'lsa men milliarderman o'zi. Vash bola, televizor bor ekan, televizorga yana bir ikkita narsalar ulash kerak bola. Televizor ko'rsatish uchun bilasizlar-ku. Bola, voy, meni ba'zan bo'lsa bu. Voy bola, nima deyapti bu? Bola, vashi mana bu yerda pistoletim bo'ladi. Qarshi men uxlayotgan paytim kimdir kelib qolsa, opa, u sanimmi? Mana deb otaman. Voy, bekor otdim bola. Qarshi kimdir kelib qolsa, qarshi men uxlayotibman bola, men uxlayotibman. Uxlayotibman, kimdir paq buzib kiryapti. Yo'q, bunday qilaman-da. Bunday qilib otib tashlayman bola. Yaxshi. Lekin otmay bola, mana bu narsalarga ziyon yetishi mumkin bola. Mana bu yangi, Wi-Fi'lar yangi, bu kompyuterlar, hamma narsa yangi. Buni qaranglar. Kompyuterda hamma narsa yangi, hech nima qo'shilmagan. Hali o'zim mana bunday qilib menimcha olsam kerak, qo'shsam kerak bola. Mana bola. Nima deyapti bu bola? Hoppa, install qilamiz. Qani bu yerga kiramiz. New create nimadir chizsak bo'ladi misol uchun. Xoshimda yozsam bo'larmikan? To'xtaylar. Hozir bu yerda bunday chiqadi. Mana bunday qilaman, new qilaman, 32 talik qilaman-da. Bunday qilib xoshimda yozamiz. Hoppa.
Xo'sham bola, kimni ismini yozay bola, tez kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuni ismini yozamiz. Xo'sham, ana. Ana, Xo'sham, yo chill. Короче, normal bola menga yoqdi lekin mana bu eng zo'ri mana shu bola. Men notebooklarim bor, hammasini mana shu yerga ko'chirib kelsam, ana endi uyimni uyimni mana shu yerda ko'chirib kelsam ekan, bilmadim, yopib qo'yamiz. Oppa, hujjat qolib ketdi. Hujjat bola. Vashshi hujjatni olishimiz kerak, oppa. Hop. Tushmadim. Qanaqadir o'zi ishlayapti bola. Voy, mayli, mana bunday qilib yopamiz, oppa. Hop. Judayam zo'r. Kimdir buzmoqchi bo'lsa ham, mana bunday qilib buzib asta-asta buzadi. Mayli. Qanaqadir kompyuter. Hali ham turibdi. Voy, ajoyib yopilib qolmadi. Ya'ni endi tutaylar, parolni bilmayman, parolni yozib qoldirmabdi. Buzib ham bo'lmaydi. Bu tutaylar, bu eshikni o'rniga mana bunday qilaylik, oppa. U og'irligini yo'qolay. Tutaylar, mana bunday qilamiz. Oppa, mana bunday qo'yamiz. Ajoyib tutaylar. Ana endi mana bu yerni yopib qo'yishim kerak, kimdir ko'rmasligi uchun. Merga ham aytaman, короче, mana shuni buzib tashladim deyman-da. Oppa, mana eshigini ham olaydi. Og'irligini vashshi mana shu yerga yopib turadi hozircha mana. Menimcha hozircha mer tomonidan ko'rinmaydi, to'g'rimi? Mana bunday mer bu yerdan qarasa, yo bu yerdan ko'rinayotgan bola mana bunday qilaydi. Oppa, buzib mana bunday qilib yopib qo'yaman. Oppa, yaxshi. Menimcha yaxshi. Bunday qilib ochsa ko'rinadi, lekin ochmaymiz. Yaxshi. Mayli. Bola, sizlarga mana bazam yoqdimi? Agarda yoqqan bo'lsa, tez 10 dan, 0 dan 10 deyiladimi? Короче, 10 dan necha ball berasizlar? Men bo'lsam, mayli, adminni sovg'asi sifatida men hozir 7 ball beryapman. Menga lekin yoqdi bola, adminni sovg'asi juda ham zo'r. Teng bola, mana bu yerga choy chaqama qanaqadir pul berib qo'yibdi. Men juda ham xursandman adminni sovg'asidan. Короче, nima bo'lganda ham bola hammasini mana bunday qilib qo'yamiz. Okey. Hoppa, merga ham bir anov berish kerak, bilasizlar. Отчет deydilarmi? Короче, qanaqadir hisobot berish kerak. Mer shu bo'ldi, bu bo'ldi deyman-da. Ova, yaxshi, nima ham der? Bola tutaylar, bug bo'ladimi? Chumam. Hoppa. Voy, vash, bo'limi qilaylik. Mayli. Nima bo'lganda ham, xo'p, qani merdoliga borib, bir nima qilib gaplashib, короче, bilasizlar-yu. Okey. Mer, короче, bu mana ba'zan ko'riniy ekan keyin. O'zim mallayotibman. Nima bo'ldi? Mer, короче, bitta gap aytsam ishonmaysiz. Nima? Короче, u ba'zan meniki ekan. Nima? Sen buncha pulni qayerdan olishing mumkin? Aytayapman, ishonmaysiz. Admin berdi menga. Admin sovg'a qilibdi. Adashmasam 1000 ta obunachi bo'lganimga. Aldama, sen aldayapsan. Nimadan kimdirdan o'g'irlagansan? Hech kimdan o'g'irlaganim yo'q, mer. Menga ishonsangiz bo'ladi. Mana, ishonmasangiz hujjati ham bor. Albatta, hujjat bo'lsa olib kel. Men umuman ishonmayman senga. Mayli, agar ishonmasangiz, okey. Mana bola ko'rishingiz mumkin, menga mer ishonmayapti. Qani hujjatni olib ko'rsataman. Nima ham derdim? Mayli bola, bugun sizlar bilan men yana Xo'sham bo'ldim. Kelasi videorolikgacha bolalar, ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.